Jamshid. Voy, cho'chitordingiz-a? Assalomu alaykum. iPhone olmoqchi edim. $1000 berib turasizmi? Bormang, Robiyaxon. Voy, keldingizmi? O'tiring. Noto'g'ri xayolga borma. Hammasini tushuntirib beraman, o'rta. Ko'rmaysizmi? Sardor o'rtog'i shilqimdek qilib har xil gaplarni gapirib asabimga tegyapti. Chopib tashlaymi yo tiriklayin ko'maymi? Yo'qol! O'rtog'ingiz ham uyda bitta ishni boshlanmasdan uyda bekor yotishibdi-da. Keling, yaxshimisiz? Qayerga olib borib keling? Juda puli ham bor ekan. Mayli, yaxshi yetib oling, o'zingiz ehtiyot qiling. Brat, o'zi qopqonda. Assalomu alaykum, Xormay. Va alaykum assalom. Keling, yaxshimisiz? Kecha meni katta muammodan saqlab qoldingiz. Shunga bugun sizni bir xursand qilay deb Dubaydan sovg'a zakaz qildim. Arzimas bo'lsa ham shuni olib qo'ying. Yo, men ola olmayman lekin. Nima xijolat bo'lasiz? Kecha ko'rdim, eski siniq telefon ishlatib yuribsiz ekan. Undan mana yangisini maza qilib ishlatib yuring, sizga yarashadi. Yo, olmayman. Yo'q, unaqa demang. Yo'q, kerak emas. Olib, yaxshi kunlaringizga ishlating. Ha, ishlayapsanmi? Ha, ishlayapman. Nima qilyapsiz? Ha, o'rtoqlarim bilan bugun o'tirish bor ekan, osh. Shunga pulim qolmadi, pul olyapman. O'zi bugun men bozor qilishim kerak edi, hech narsa qolmadi. Bozorlikni erta-perta qilarsan, men ketdim. Kim bu alkash? Xo'jayinimlar. Shunday chiroyli, hurliqo, qattagi yo'q bir alkash bilan yashab yuribdimi? Menga qarang. Keling qani? Bilmayman, ketuvdilar. Telefoni ham qachon ketdi o'zi? 1 soat bo'ldi. Bir soat bo'ldi. Bo'ldi, hal bo'ldimi? Brat, mana videoni ko'ring siz. Nima qilmasdi? Uydamikan? Robiya? Voy Robiya. Yana o'choq beryapti. Ha. Robiyani oqda yuribsan. Sen bu yerda nima qilsan? Senga bitta ajoyib yangiligim bor. Ishongan xotiningni bitta videosini ko'r.